Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz, aziz muxlislar. Bugun biz sizlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida tahsil olib, magistraturani bitirgan ikki dugona bilan tanishtirmoqchimiz. Munira Ahmedova mana sahnada. Komolako Irmatova. Va Kamolaxon Yunusova. Bu ikki dugonani bugun bitiruv oqshomi. I will call you once I get home and see. It should be good. Okay. Can I take yanınız yaxshi bo'ldi? Muniraxon, tabriklaymiz. Bitiruv kechasiga biz ham tashrif buyurdik. Sizlarning maqtovlaringizni eshitdik u yerda. Rosa xursand bo'lib chiqdinglar. Endi bundan buyoqqa nima qilmoqchisiz? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Shular haqida gapirib bersangiz. Bu savolni ko'p odamlar so'radi. Juda xursand bo'lsang kerak ingliz tilida are you excited that you are graduating deb so'rashdi. Juda ham xursandmisan, hayajondasan, o'qishing mana tugash arafasida deb so'raganda aytdimki mixed feelings dedim. Ham dedim xursand, ham xafaman dedim. Chunki xafa tarafim bu bitirganimdan keyin albatta yana o'zim davom ettirib, o'zim ustimda ishlashim, o'qishim mumkin. Ayniqsa hozir internetda hamma narsa, hamma resurslar bor. Hamma narsani sotib olib, kerak bo'lsa kurslar olib yana davom etsa bo'ladi o'qishni. Lekin qanaqadir nima deydi, o'qituvchini, professorlarni qo'l ostida o'qib ulardan o'rganish ham o'ziga yarasha boshqacha yaxshi deb o'ylayman. Ular bizni o'sha yangi sohamizda nimalar yangiliklar, nimalar bo'lib turibdi, hamma o'sha keraklik hozir bilasizlar, hamma narsa yangilanadi, har bir daqiqada yangi narsalar chiqadi, texnologiya, hamma nima deydi, industriyadagi o'sha nimalar, qonun qoidalar o'zgaradi va o'sha universitetimizda professorlardan o'rganib u majbur qilishsa bizga ham foyda edi. Biz majbur bo'lganimiz bilan, lekin biz ham o'sha o'rganardik. Birga o'sha nima yangiliklar bo'layotganidan boxabar bo'lib uni o'rganardik. Endi bo'lsa bunaqa bo'lmaydi. Endi o'zimizga javobgarmiz, o'zimiz ustimizda ishlashga javobgarmiz, o'zimizni rivojlantirishga javobgarmiz. Endi mana siz bitiribsiz. Bu olgan bilimlaringizni, ilmlaringizni O'zbekistonga borib tatbiq qilmoqchimisiz hayotga? Albatta. Tajribalaringizni o'zingizdagi yoshlarga o'rgatmoqchimisiz? Ha, agar hali aniq bilmayman, Amerikada yana qancha yil qolib ishlayman. Lekin agar masalan mabodo Amerikada qolib ham ishlaydigan bo'lib qolsam, agar O'zbekistonda masalan shu sohada o'qigan, ishlagan sohangda seminar bo'ladimi yoki kimgadir o'zingga o'xshagan o'sha o'z paytida o'zingga o'xshab yoshlarni o'rgatish xohlaysanmi, biliming bilan ulashishni xohlaysanmi deysa, xohlayman albatta. Chunki bilim ilmni ulashish bu savob ham o'zimizni davlatimizda, yurtimizda ko'p odamga foydasi tegib, ko'p odamlar o'rganishi mumkin. Bu asosiysi bu yaxshi ish deb o'ylayman. Bilimni, ilmni ulashish savob, yaxshi. Rahmat. Kelajakda katta olima bo'lishingizni va sizni mana shu olgan bilimlaringizdan yurtimizga, elimizga foydalaringiz tegishini Allohdan tilab qolamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz o'zingizni tanishtiring. Men Ahmedova Dilora, Toshkentdan. Kim orqasidan kelgansiz? Qizimni graduationiga keldim. Sizda qanday taassurotlar qoldirdi? Taassurotlar juda zo'r, yaxshi. Universitetga 2-3 kundan beri boramiz. 2-3 kundan beri juda yaxshi tayyorgarlikni ko'rdim bularni, universitetni.
qizimni o'sha birga o'qiydigan studentlar bilan tanishdik. Universitetni prezidenti bilan gaplashdik. Juda yaxshi bo'ldi, taassurotlar zo'r. Muniraxon, bu yoqqa kelayotganda siz qanday hissiyotlar o'tkazasiz qalbingizda? Birinchi sog'inch, ikkinchisi qo'rquv, o'zi musofir joyda qanaqa bo'ladi. Lekin ishonchim bor ediki, shu qizim qo'ygan maqsadiga yetish kerak, o'zi shunaqa nimasi bor edi xarakterida. Maqsad qo'ygandan keyin albatta yetaman shu maqsadga degan o'zi irodali qiz. O'ziga shunaqa shior qo'ygandan keyin bajarish kerak edi. Qanday endi ko'nglingiz to'ldimi qizingizda? G'ururlandim bugun borib. G'ururlandim haligi ustozlar bilan qilgan suhbatidan, yon atrofdagi studentlar bilan gaplashganida, o'zini qanday tutganida, hattoki bir elementar narsa o'sha tilda men bilmaydigan tilda chiroyli gaplashib hamma bilan muloqotda bo'lganiga g'ururlandim. Muniraxon menga aytdi, meni amerikans ota-onalarim deb tanishtirdi bir amerikanslarni. Bularni qanday topgan Muniraxon? Endi hali musofirlikda biz gaplashamiz, har kuni gaplashamiz telefonda. Ammo lekin qandaydir qizim katta yoshli odamlardan bir maslahat so'rab o'shanga yo'l tutishni o'ziga shu nima qilgan, hamma narsani ham mendan so'raydi-ku, lekin bu yerni sharoiti, bu yerni mentaliteti boshqaligi uchun shu yerda yashagan odamlar maslahatgo'y topish uchun shularni qandaydir yuziga issiq qilib, shularni to'g'ri qilib qo'ydi Allohim. Juda mehribon insonlar, rahmat ularga. Mana shu 3 kun boramizmi universitetga, ular ham 3 kun kelishadi. Bo'lmasam ularga nima zarur? Ularni vaqti ketadi. Nima masin, qizimni orqasidan kelishadi shular. Rahmat ularga. Siz endi bitirdi. Yana oldiga oliy maqsadlarni qo'yibdi. Siz bunga nima deysiz? Endi men qo'llab-quvvatlayman. Olg'a deyman. Rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aziza va Jinaraman. Shu qizimizni xolasi bo'laman. Qayerdan keldingiz? Toshkentdan keldik biz. Shu graduationga keldik. Shu bir yil bitirdi jiyanim magistraturani Amerikada, bakalavriaturani Turkiyada bitirgan. Turkiyaga ham singlim ikkovimiz olib borib, institutga turar joylarini ko'rib, o'sha yerda qoldirib ketganmiz, ko'nglimiz o'rniga tushib, chunki hali yosh qiz bola deb qo'rqqanmiz. Chet elda qanaqa qilib eplanib yurar ekan deb. Endi mana maktabda o'qiyotganda ingliz tilini mukammal o'rgangan jiyanim. O'shuning uchun Turkiyada ham yaxshi o'qidi, til bilgani uchun. Turkiyani bitirgandan keyin bitirayotganda stajirovkaga Amerikaga olgan. Amerikada 3 oy stajirovka qilgan. Stajirovka qilgandan keyin Amerika yoqib qo'ygan jiyanimga. Magistraturani shu yerda o'taman deb keyin o'ziga maqsad qo'ygan. Biz qo'llab-quvvatladik, chunki hali yosh, shu maqsadiga erishsin deb. Undan keyin magistraturaga kiraman deb yana harakat qilib, magistraturaga shu St. Louis universitetiga magistraturaga o'qishga kirdi. Muvaffaqiyatli tugatdi, tamomladi. Bu universitetda graduationga yana singlim bilan kelganmiz, chunki bu jiyanim emas, o'zimni qizimdek. 3 kundan beri shu marosim o'tyapti. Juda ham yoqdi bu marosimlar. Biz bunaqani ko'rmaganmiz. Juda ham organizatsiyasi yaxshi. Juda ham yoqdi menga. Demak, bu yerdagi Amerikadagi o'qituvchilar, institut rahbarlarini qilgan ishlari sizlarga ma'qul kelgan. Juda ham ma'qul kelgan. Prezidenti bilan tanishib,
gaplashib suratga tushdik. Bu prezidentman deb o'zini kibr bilan tutgani yo'q o'zini. Hali oddiy odamdek biz bilan suratga ham tushib gaplashib juda xursand bo'ldik. institut prezidenti. Prezidentni o'zi ayoli bilan. Keyin hamma professorlar chiqishdi, hamma maslahat berishdi studentlariga. O'z prezidenti o'zini juda ham bitiruvchilarga yaxshi maslahat berdi. Keyin xohlasa shu vataniga ham yaxshi Xizmat qiladi. foydasi tegadi, shu bilimi bilan yaxshi foydasi tegadi deb umiddamiz. Rahmat. Rahmat katta sizlarga shunday qizni voqif tarbiya qilgan onalariga, xolalariga o'zimiz tashakkurimizni bildiramiz. Kamolaxon, mana biz kecha sizlarni bitirish kechalaringlarda qatnashdik. Sizlarda shuncha hayajon bo'lsa ham juda ham chiroyli bo'lib sahnaga chiqqaninglarni, diplom olganinglarni ko'rdik. O'zingizda qanday hissiyotlar o'tish paytda? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hissiyotlar juda boshqacha edi. Boshidan aytib beradigan bo'lsam, maktabda o'qib yurgan zamonlarimdan judayam imенно Amerikada o'qishni orzu qilganman. Opam Yevropada bo'lishiga qaramay, menga Yevropa eshiklari ochiq bo'lgan, chunki yaqin insonim u yoqda bo'lganlar. Keyin meni oldimga shu yerda o'qiysan, odamlar ruxsat berishadi, o'qishga bilasan deyishganlarda, yo'q, men shu Yevropaga emas, imенно Amerikaga ketgim kelyapti deb har doim shunaqa deb yurardim. Bakalavr paytida yoshim sal kichkinaroq bo'lgani uchun va eng oxirgi 4-qiz bo'lganim uchun menga o'sha payt ruxsat berishmagandi ketishimga. Xavotir olishgan deb o'ylayman. Keyinchalik уже bakalavrimni bitirishim bilan dokumentlarimni hammasini tayyorlab, ota-onamga mana shunaqa o'qishga kirdim, даже vizamni oldim deb olib kelganimdan keyin xursand bo'lib ketishdi. Shunaqa xursand bo'lganlardan keyin men ham u ta'sirotlar ham boshqacha edi. Bu yoqda o'qishga kelib, o'qishni bitirayotganimni o'zi boshqa bir emotsiyalarni menda tug'dirdi. Juda ham xursand bo'ldim. Men bu kunlarni juda ham ko'p kutgandim. Bu kunlarga yetish uchun juda ko'p harakat qilganman. Mana alhamdulillah shu kunlarga ham yetkazdi Allohim. Endi mana o'qishni bitiribsiz. Oldingizga yana bir katta maqsadlarda qo'ygandirsiz. Keyin nima qilmoqchisiz endi o'qishni bitirgandan keyin? Albatta, o'qishni bitirgandan keyin iloji boricha bu diplomni changitib qo'ymasdan ishlatish maqsadim bor. Xudo xolasa, endi u yog'iga peshnaga yozilgani o'zi St. Louis University'da Supply Chain Management yo'nalishida o'qib bitirdim. Xudo xolasa diplomlarni ham mana oldik. Shu yo'nalishda CPT qilayotgandim. Hozir statusimni CPTdan OPTga o'tkazdim. Endi xudo xolasa bu yog'iga STEM programma egasi bo'lganim uchun 3 yillik OPT, to есть stajirovka qilishga vaqtim bor. Undan keyin olgan bilimlaringizni O'zbekistonga borib, yoshlarga tajriba o'rgatib, hayotga tatbiq qilish maqsadingiz bormi? Albatta, почему бы нет? Men olgan bilimlarimni har doim ulashishga chanqoq inson bo'lganman. Agar mendan kelib maslahat so'rashadigan bo'lishsa, iloji boricha harakat qilaman odamlarga yordam berishga. Qo'limdan kelsa, agar opitim bo'lgan bo'lsa shu sohada yoki mana shunaqa yo'nalishda opitim bo'lgan bo'lsa, albatta yordam beraman. O'zbekistonga qaytib borganimda ham u yoqdagi yoshlarni o'qishlarga borib, o'qinglar bolalar deb kelishga har doim zamiz. Endi hayot qanaqa kunlar tayyorlab qo'ygan bizni bilmaymiz. Iloyim yaxshi kunlar, faqat yaxshi kunlar atab qo'ygan bo'lsin.
lekin xudo xohlasa o'z ishimni mutaxassisi bo'lganimdan keyin O'zbekistonga bir borganimda xudo xohlasa shunaqa bilimlarimni bo'lishib kelish niyatim bor. Rahmat, maqsadlaringizga yeting. Rahmat. Yoshlarga siz mana tilaklaringizni aytdingiz. Hamma narsa harakatda ekan. Da, To'g'rimi? Siz albatta. harakat qildingiz, hayajonlandingiz, qo'rquvlar bo'lgandir, lekin to'xtamay harakat Judayam. qildingiz. Bu Mana shu mani darajalarga erishdingiz. Albatta. Bu mani birinchi opitim bo'lgan. Masalan, mendan oldin Munira degan qizimizni intervyu qildingiz. Ularda bakalavrda boshqa davlatda o'qiganlar. Shunaqa experience bo'lgan ularda, lekin men Amerikaga kelganimda birinchi marta bu sistemaga kirib olish, boshlanib olish juda ham qiyin bo'lgan menga, lekin odam hamma narsaga ko'nikar ekan. Tim bo'lib bu meni o'zimni orzuyim bo'lgani uchun, butun umrli orzuyim desam ham bo'ladi. Shunaqa bo'lgani uchun siz ko'nikar ekansiz shu narsaga va o'zingiz qo'ygan selingizga yetib borish uchun har narsaga tayyor bo'lasiz. Kechasi uxlamasdan ham dars qilib chiqib, hamma narsaga ko'nikib ketadigan bo'lar ekan odam. Rahmat, sizga omad va baxt tilaymiz Rahmat kelajakda. kattakon sizga ham. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Men Ermatova Dildora. Singlim Kamoli uchun Shvetsiyadan bitiruv kechasiga keldim. Siz Shvetsiyada yashaysizmi? Albatta, Shvetsiyada yashayman. 18 yildan beri o'sha yerda o'qib, o'sha yerda yashaymiz. Siz mana kecha bularni bitiruv kechalari bo'ldi. Bu yerdan qanday taassurotlar oldingiz? Kelganingizdan beri singlingizni bu yerda yashashlarini ko'rib, o'zingizda qanday his-hayajonlar bo'ldi? Shular haqida gapirsangiz. Taassurotlar juda katta, zavq qiladi, tomosha qildik, hayajon. O'zingiz o'tib turganingiz boshqa bo'lar ekan, sizni eng yaqin odamingiz o'sha sahnadan o'tib ketayotgani umuman boshqacha bo'lar ekan. Yonimizda ba'zi bir sabablarga ko'ra ota-onamiz bo'lmadi, lekin sizlar bizani yonimizda turganingiz uchun hayajon undan ham katta bo'ldi. Xuddi ota-onamiz yonimizda bo'lgandek bo'lishdi. Rahmat sizlarga yonimizda bo'lganingiz uchun. Taassurotlar, Amerika bu sehrli diyor deyishadi-yu, haqiqatdan ham sehrli ekan. Juda katta taassurotlardamiz. Hayajon bor. Hali hamma joyini aylanib ko'rmadik, davom etyapti. Endi 2 hafta bo'ldi kelganimizga. Hali oldinda 2 oylarimiz bor. Hamma joyga borishga ulguramiz, Xudo xolisa. Mana Kamolaxonni kelganiga 2,5 yil bo'ldi, menimcha. 2,5 yil bo'ldimi? Magistraturaga kirganiga. Grant yutib kelganmidi? Ha, grant yutib kelgandi. Bu yerdagi yashash sharoitlari, uni o'qishlari sizni qoniqtirdimi? Ha, juda ham qoniqtirdi. Yaxshi sharoit, o'zligisi eplashdi. O'qish juda talab kuchli edi. Menga eng yoqqani shu. Hatto o'qituvchilar muntazam ularni ustida kontrol qilmasa ham, o'zligisiga tashab qo'ygan bo'lsa ham, o'zligisini ответственность olib, o'zligisi hamma narsani vaqtida topshirib, a'lo baholarga bitirishdi. Rahmat. Arzimaydi. Yana bundan buyog'iga endi siz ham Kamolaxondan yana kutgan niyatlaringiz bordir, ota-onangizni niyatlari bordir. Bu endi bitiribdi, mana O'zbekistonga boradimi? Shular haqida ham gapirsangiz. Albatta, bizani oyim tomonlari hammaligisi professor darajasiga yetishgan. To'xtaxonovlarni oilasi avtodorojniy institutda o'qishgan, o'qituvchi bo'lishgan. Mana adam o'qituvchilar anaqalari bor, ularni ham unvonlari deydimi, o'qituvchilar. Ularni, конечно, Kamolaga желать qilamiz, чтобы bu ham o'zini unvonini magistrant emas, дальше doktorskiy professor bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat. Maqsadingizga yeting. Rahmat sizga. E'tiboringlar uchun rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.